Lökşimizin devamı hürmetli vatandaş. Endilikdeki haberimiz mundaq. Bugün çislağa 2022 yıl 5. ayının 13. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Sharqiy Janubiy Osiyo alohida yuqori darajaliklar yig'ini chaqirildi. Bir dana boş o'rindiq Berma davlatining vakiliga qoldirildi. Mavzuli xabar 5. ayning 13. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Berma bu Xitoyning qo'l osti, Xitoyning qanoti ostidagi davlat. Rohingya musulmonlarni qirg'anini Xitoyning ko'rsatmasi bilan qildi bu ishni. Hozir Sharqiy Janubiy Osiyoda parchalashqa yoki uning g'arb lageriga yaqin turishini yiroqlashtirib Xitoy tarafga menishiga Berma boshlamchi bo'lyapti desangiz bo'ladi. Hozir biroq bu yig'in yoki Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari yig'inining Washingtonga chaqirilishi umumiy nuqtadan aytganda Xitoyga berilgan bir zarba. Xabar mundaq boshlandi. Aqsaray Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat bexatarlik komitetining bir nafar bayonotchisi Amerika ovoziga mundaq dalilladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden hukumati va Sharqiy Janubiy Osiyo davlat rahbarlari Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden riyosatchilik qilgan 2 kun echiladigan Amerika Sharqiy Janubiy Osiyo yig'ini mezgilida bir dana quruq o'rindiqni og'dirib etilgan Berma hukumatining vakiliga qoldirib qo'yishga qo'shildi. Prezident Joe Biden hukumatining yana bir yuqori darajalik amaldori mundaq ko'rsatdi. Berma butkul yig'in mezgilida keskin muhokama qiladigan mavzuda. Boş qoldirilgan o'rindiq Bermada yuz bergan ishlardan norozi bo'lganlikni aks ettirib berdi. Masalan, qonunli hukumat ag'dirildi. Shuni aks ettirib berdi. Garchi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari 5 nuqtalik tinchlik plani ma'qullagan bo'lsa-mu, lekin Berma harbiy hokimiyati davomli kishilik huquqqa xiloflik qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumat amaldorlari bundan norozi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari har xil takliflarni qo'lladi. Jumladan Sharqiy Janubiy Osiyo ittifoqi va Berma sargardon milliy ittifoqlik hukumatining g'ayri munosabat yo'llarini echishini qo'lladi. Bu eng dastlab Malayziya o'tirib qo'ygan plan nəhayət tezlab Berma harbiy hukumatining ayblishiga uchragan. Bermada zo'ravonlikning o'ziksiz o'rlayotganligini nazarga ilib, biz Bermaga davomli chunqur ko'ngil bo'limiz deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari muavin davlat ishlar kotibi Hong Pak chorshanba kuni Amerika ovoziga bayon qilgan suhbatida. Strategiya va xalqaro tadqiqot markazining yuqori darajalik tadqiqotchisi Georgi Pollem mundaq ko'rsatdi. Bu 5 nuqtalik o'rtaq tonish shuning uchun mag'lub bo'ldiki, zo'r darajadan aytganda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari hozirgacha Berma harbiy hukumati bilan uchrashib keldi. Bolen Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Milliy ittifoqlik hukumatiga aloqador qurolliqlar bilan Osonlik millatlar qurolliq tashkiloti dal bu kurashda Berma ichki urushga g'alaba qilyapti. Hamda Berma ichki urushda g'alaba hukumat qarshi kuch qurolli kuchlar g'alaba qilyapti. Hamda bu davlatning ko'pligi rayonlarini kontrol qilib bo'ldi. Shuninglar bilan uchrashmasak bema'nilik bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining amaldorlari yaqinqi mezgilda Berma Milliy ittifoqlik hukumatining vakillari bilan ko'rishdi.